Assalomu alaykum, hurmatli guruhimiz a'zolari, kanalimiz obunachilari, akalar, agrotexnika ishqibozlar. Barcha turdagi mini traktorlarimiz uchun mo'ljallangan 1.60 li universal jatkalarimiz Marg'ilondagi agrotexnikalar do'konimizga yetib kelgan. Video davomida shular obzorini qilib, narxi ma'lumotini berib, tanishtirib, ko'rsatib tushuntirib o'tib ketamiz akalar. Hozir obitadan like tugmachasini bosib, kommentariyaga o'tib, omad so'zini yozib keladigan obunachilarimizga aytiladigan narxlardan albatta chegirmalarini hamda aksiyadagi narxlardan qilib beriladi. Dastavkalar kelishadigan holatda bor. Ko'rib turgan jatkalari ham akalar, videoni oxirigacha ko'radigan bo'lsangiz, narxlarni aytib o'tib ketamiz. Xo'p, ko'rib turgan jatkalaring barcha turdagi kardalli mini traktorlarga tushish uchun mo'ljallangan, sifatlari juda ham a'lo darajada. Xohlagan o'tlayinda o'rib beradi akalar. Qo'lbeda, quruq, farqi yo'q. Qattiq bo'ladimi, yumshoq bo'ladimi, past, baland hammasini o'radi, chunki bu universal qilib ishlangan. Tepa tomonda ham baland o'tlovchi uchun mo'ljallangan, o'rish uchun mo'ljallangan seplari tashab ketilgan. Yonboshdagi vertikalniy pichoq ukamni vazifani bajaradigan akalarimiz uchun yotgan, chirmashgan o't yoki beda bo'ladigan bo'lsa, bemalol o'rib tekizlab ketish uchun mo'ljallangan. Xo'p, parragini qatori 2 qatorli bo'ladi. Bemalol mayda o'tda ham o'rish uchun mo'ljallangan, sifatlari juda ham a'lo darajada ko'rishlik mumkin. Parraylari ham qalin parraylar bilan jihozlangan, ustiga tunukalari ham qalin tunukalar bilan jihozlangan. Seplarini qatori ko'p jatkalarimiz 3 qator chiqadi, bunda 4 qator jatkalar bilan jihozlangan, seplar bilan jihozlangan. 1 2 3 4. Chunki qattiq yumshoq o't bo'ladigan bo'lsa, bemalol yonboshga chiqarib berib ketadi. Bu original pichoq 2 xil variantga bo'linadi akalar. Jatka olishda adashib qolmanglar. Pichog'ini almazniy original pichoqligi va prostoy pichoqligi va almazniy pichoqligini akalar har bitta pichoqda mana pechat bo'ladi. Bu almazniy pichoq nimaga almazniy pichoq deyapsan ukam deganlar uchun qattiq yoki qalin o't bo'ladigan bo'lsa, buni pichoqda orasi prostoy pichoq bo'ladigan bo'lsa ochilib qoladi. Bular muncha-munchaga ochilib ketmaydi akalar. Yonboshdagi pichoq 1.20 li, pastdagi pichoq 1.5 metrli pichoqlar bilan jihozlangan. Jatkamiz yana 1.60 li bo'ladi. Tepasida sepini harakatlantiradigan o'zida reduktorlari ham qo'yilgan, ko'rishlik mumkin. Orqasidan ko'rsatib o'tib ketadigan bo'lsak, ramalari ham 3 qatorli qalin baquvvat ramalar bilan jihozlangan. Xo'p, shu mini traktorlarimizga kardan vom orqali mana o'tadi mana shu yerdan. Jatkamizni o'zida shu mini traktorlarimiz uchun insholari, shlankalari jatkamizni komplektida beramiz. Shunda olib borib uстановка qilib ishlatsalar ham bo'ldi. Ortiqcha narsa sizlardan talab qilinmaydi. Jatkamiz o'zi hamma komplekt chiqadi. Xo'p, sepini qatori aytganda 4 qatorli harakatlantiradigan rama profillari yonboshdagi shu pichoqni harakatlantiradigan charxigacha qo'yilgan. Sifatlariga garantiyalarni beramiz. Tegalari ham juda ham qalin holatda. Kimga qiziq bo'ladigan bo'lsa, ko'rib turgan jatkalarning narxi $1400. Hoziroq like tugmachasini bosib, kommentariyaga o'tib, omad so'zini yozib qo'yganingiz uchun narxini chegirmadagi narxida hamda dastavkalarni ham kelishgan holatda qilib beramiz. Kimga shunaqangi jatkalar kerak bo'ladigan bo'lsa, pastdagi nomerlarga aloqaga chiqinglar. Optimum narxlarda yetkazib qilib beramiz akalar. Ma'lumotlarni, to'liqroq ma'lumotlarni telefon orqali so'rab olishlik mumkin. Hozircha sizlarga tanishtirmoqchi bo'lgan yangiliklarimiz shular.